Bismillah va salatu vassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aka-ukalar va opa-singillar, meni bir eslatmam bor edi. Bu avvalambor o'zimga va hammamizga foydali bo'lishini Allohdan so'raymiz. Alloh taolo oyat kalimada aytgandek, "Va ta'awunu alal birri vat taqvo", yaxshilik va taqvolik yo'lida bir-birlaringizga yordam beringlar. Alloh taolo oyat kalimada aytadiki, "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun", men jin va insni faqat o'zimgagina ibodat qilishlik uchun yaratdim dedi. Alloh taologa biz qanday ibodat qilishligimiz kerak desa, Alloh taologa Alloh va rasuli bizga qanday bergan bo'lsa o'shanday ibodat qilamiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam rivoyat qilgan hadisda aytadiki, "Inna haqqallohi alal ibadi an ya'buduhu va la yushriku bihi shay'a", muttafaqun alayh. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Allohning bandalari ustidagi haqqi unga ibodat qilib biron bir narsani shirk qilmasliklari dedilar. Alloh taologa biz shirk qilmaslik ibodat qilishimiz kerak. Alloh taolo hamma gunohlarni kechirsa ham illo shirkni kechirmaydi ekan. Alloh taologa shirk qanday bo'ladi desa, Alloh taologa biron bir narsani qo'shib ibodat qilishlik. Alloh taolodan so'raymiz hammamizga o'ziga ixlos bilan ibodat qilishlikni. Va axiru da'vona alhamdulillahi robbil alamin.